Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli fiziklar. Bugun sizlar bilan 57-mavzuning misollarini ko'ramiz. Demak, bizda birinchi misol. 0 gradusda mis simning qarshiligi 60 ohmga teng. Ushbu simning 500 gradus haroratdagi qarshiligini aniqlang. Termik koeffitsient 0,1000 Demak, 0 gradus Selsiy haroratdagi qarshilik R0 deb oladigan bo'lsak, R0 60 ohmga teng ekan. Bu yerdan harorat 500 gradus Selsiy, alfa 0,004. Demak, metall o'tkazgichlarning qarshiligi temperaturaga to'g'ri proporsional, ya'ni temperatura ortishi bilan metall o'tkazgichlar elektr qarshiligi ortadi va R teng R0 1 + alfa T qonuni bo'yicha o'zgaradi. Va shu yerdan R ni topadigan bo'lsak, R0 ni o'rniga 60, 1 + 500 ko'paytirilgan 0,1000 degan natija kelib chiqadi. Bundan 2 1 qo'shadigan bo'lsak 3 kara 60 demak 180 ohm degan javob kelib chiqadi. Uchinchi misol. O'tkazgich simning qarshiligi qanday kattaliklarga bog'liq deyilibdi. Demak, o'tkazgich sim qarshiligi R teng rho L taqsim S. Ya'ni o'tkazgichning geometrik o'lchamlariga, modda turiga va temperaturaga bog'liq bo'ladi. Temperaturaga bog'liqligi shu formulada ko'rinmasligi mumkin, lekin solishtirma qarshilikda yozadigan bo'lsak, rho0 1 + alfa T ga ko'ra solishtirma qarshilik temperaturaga bog'liq. Shuning uchun qarshiligimiz ham temperaturaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni kuchlanishga bog'liq bo'lmaydi. Simning uzunligiga to'g'ri proporsional, demak ikkinchi tasdiq bizda to'g'ri bo'ladi. Uchinchi simning materialiga, ya'ni modda turiga bog'liq. Xo'p, to'rtinchisi tok kuchiga bog'liq emas. Simning kundalik kesim yuziga S demak bog'liq bo'ladi. Oltinchisi haroratga ham bog'liq bo'ladi. Demak, to'g'ri javoblar shunda 2, 3, 5, 6 bo'ladi. Oltinchi misol. Uchlaridagi kuchlanish o'zgarmas bo'lgan metall simdan o'tadigan tok kuchini qanday oshirish mumkin deyilyapti. Buning uchun zanjirda bir qismi uchun Ohm qonuni ifodasini yozib olishimiz kerak. Demak, I teng U taqsim R ko'rinishida. E'tibor bering. Bu yerda aytilyapti kuchlanish o'zgarmas, ya'ni konstanta. E'tibor bering, bu yerda tok kuchini oshirish mumkin deyapti. Demak, tok kuchi oshishi uchun R qarshilik bizda kamayishi kerak bo'ladi. Yozamiz, demak kamayishi kerak. Xo'p, demak yozamiz R teng rho solishtirma L taqsim S. Demak, quyidagicha rho solishtirmani ham agarda yo'yib o'sadigan bo'lsak, rho0 1 + alfa T L taqsim S ko'rinishida yozishimiz ham mumkin. Va qarang, isitish orqali deyapti. Agar isitadigan bo'lsak, temperatura ortadi. Temperatura ortgandan keyin qarshiligi ortadi. O'z-o'zidan A javob xato bo'ladi. Sovutish orqali deyilyapti. Demak, agar haroratni pasaytiradigan bo'lsak, uni endi agar minusga tushadigan bo'lsa, mana bu alfa T joyi minus bo'ladida. Minus bo'lganda haqiqatan ham qarshilik kamayishi kuzatiladi. Demak, hozirda bizda B javobimizni to'g'ri deb olishimiz mumkin bo'ladi. Endi qarang, yoritish orqali deyilyapti. Agarda yoritish orqali degan javobni tahlil qiladigan bo'lsa, yorug'lik tushadigan bo'lsa, yorug'lik energiya oqimi hisoblangani uchun u energiya beradi va harorat ortadi. Bunda ham nima desak bo'ladi, shunda ya'ni qarshilik ortishiga olib keladi. Endi qorong'u xonaga olib kirish orqali deyilyapti. Bu yerda qorong'u xonada temperatura agar tashqi muhit bilan teng bo'ladigan bo'lsa, hech qanday hodisa ro'y bermaydi. Magnit maydonga joylashtirish orqali hozircha magnit maydon haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz. Ega bo'lgan taqdirimizda ham o'tkazgichning elektr qarshiligiga aloqasi bo'lmaydi. Demak, to'g'ri javob B. Yettinchisi, mis simning solishtirma qarshiligini qanday oshirish mumkin deyilibdi. Demak, juda ham yaxshi savol. Rho teng rho solishtirma 1 + alfa T. Demak, rho solishtirma 0 da endi bunisi. 0 gradus haroratdagi oshirish mumkin deyilibdi. Mana bu yerda isitish orqali deyilyapti. Ya'ni temperatura qancha ortadigan bo'lsa, solishtirma qarshiligi ham shuncha ortadi. Bunga mos ravishda o'tkazgich qarshiligi ham ortishi kelib chiqadi. 9-misol. Quyida deyilyapti
metall sim qarshiligini haroratga bog'langan grafigi berilgan. Qarshilikning termik koeffitsiyenti qanday ifoda bilan aniqlanadi deyilibdi. Demak, yozib olamiz. R teng R0 1 plus alfa t ligini hisobga oladigan bo'lsak, mana bu yerga oshganda qandaydir R holatiga keladi va bu uchun mana bu yerda 0 gradus, mana bu T haroratga to'g'ri keladi. Mana bu qism R minus R0, mana bu qism esa bizda T ga teng. Bu yerdan tangensga ta'rif beradigan bo'lsak, mana shu uchburchak uchun tangens phi teng qarshi katet yopishgan katetga nisbat. Demak, R minus R0 ning T ga nisbati bo'lib qoladi-da. Shu yerdan kelib chiqqan holatda olishimiz mumkin. Endi esa yuqoridagi formuladan qavslarni ochib soddalashtirib olamiz. Demak, R teng R0 plus R0 alfa T bo'ladi. Bu yerdan alfani topishimiz kerak-da endi qisqasi. Demak, alfani topadigan bo'lsak, alfa teng bo'ladi R minus R0 taqsim R0 T hosil bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda R minus R0 taqsim T bizda tangens phi ga tengligidan buni tangens phi taqsim R0 ifoda bilan almashtirishimiz mumkin bo'ladi ekan. Demak, bu bizda Y javobda. 11-misol. Kumush simning solishtirma qarshiligi T1 haroratda ρ1 ga, T2 haroratda esa ρ2 ga teng. Kumushning qarshiligining termik koeffitsiyentini toping deyilibdi. Demak, quyidagicha yozamiz. ρ1 teng ρ0, ya'ni 0 gradus haroratda 1 plus alfa T1. ρ2 teng ρ0 1 plus alfa T2. Endi buni nisbatlab yuboradigan bo'lsak, shunda ρ0 lar ketadi va R1 taqsim ρ1 taqsim ρ2 teng bo'ladi. 1 plus alfa T1 taqsim 1 plus alfa T2. Bu yerdan proporsiya qilamiz va alfani topishligimiz kerak. Shunda ρ1 plus ρ1 alfa T2 ρ2 plus ρ2 alfa T2 bo'ladi. Bu yerdan quyidagicha ish qilamiz. Shunda ρ1 alfa T2 dan ayiramiz ρ2 alfa T2 ni. Shunda ρ2 minus ρ1 qoladi tenglik o'ng qismida va bu yerdan alfani chiqarib olib topadigan bo'lsak, alfa teng ρ2 minus ρ1 taqsim, bu yerdan alfa chiqib ketdi deylik. ρ1 T2 minus ρ2, mana shuni bittasi T1 edi, mana bunisi T2 ekan. Mana bunisi T1 bo'lishi kerak. Shunda T1 bo'ladi ekan. Demak, mana bu termik koeffitsiyent topish formulasi bo'ladi. Demak, ρ2 minus ρ1 ρ1 T2 minus ρ2 T1 degan holatga keldi. ρ1 T2 ρ2 T1 D javob bo'ladi ekan. 13-misol. Quyidagi tasvirlangan zanjir metall sim materiali qarshiligining termik koeffitsiyentini aniqlash uchun yig'ilgan. O'zgarmas tok manbaiga ulangan sim harorat 0 gradus bo'lganda ampermetr 0,5 amperni, harorat 200 bo'lganda 0,25 amperni ko'rsatadi. Metall sim qarshiligining termik koeffitsiyentini aniqlang. Manbaning ichki qarshiligini e'tiborga olmang deyilibdi. Xo'p, o'zgarmas tok manbaiga ulangan deyilyapti. Shunda 0 gradus bo'lganda ampermetr 0,5 ni, ya'ni bu yerda kuchlanish o'zgarmas. Va birinchi holat uchun yozamiz I1 teng U taqsim R0. Ya'ni 0 gradus bo'lganda qarshiligi ham 0 gradusdagi deb oldim, R0 bo'ldi. Endi 200 gradus bo'lganda I2 tok kuchini ko'rsatdi. Bu esa U taqsim mana buni R0 ko'paytirilgan 1 plus alfa T deyishim mumkin. Sababi temperatura ortganda qarshilik ham ortdi, shuning uchun. Endi agarda buni biz nisbatlaydigan bo'lsak, I1 taqsim I2 teng bo'ladi 1 plus alfa T ni
1 ga nisbatiga. Mana shu yerda demak I1 da 2 ga nisbat I1 bizda 0.5 amper, I2 0.25 amper bo'ladigan bo'lsa 2 kelib chiqadi. 2 teng 1 plus alfa tega. Bu yerdan alfa ko'paytirilgan T teng 1 ekanligi, temperaturani 200 ligini hisobladigan bo'lsa, alfa teng 1 taqsim 200 bo'ladi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, bizda 0.5 kelvinda minus 1 degan qiymat kelib chiqadi. Demak, bu javob. 14-misol. Metal sim sovitilganda ampermetr va voltmetrning ko'rsatkichlari qanday o'zgaradi deyilibdi. Demak, bu yerda quyidagicha yozamiz. I teng U taqsim R deydigan bo'lsak, bu dastlabki holatda. Endi biz R teng R0 1 plus alfa tga ko'ra, agarda temperatura kamayadigan bo'lsa, o'tkazgich qarshiligi ham kamayadi deb o'rgandik. O'tkazgich qarshilik kamaygandan keyin unga teskari proporsional bo'lgan tok kuchini miqdori demak ortadi. Shuning uchun ampermetrning ko'rsatkichi ortadi deymiz. Ortadi. Endi ampermetrning ko'rsatkichi ortdi. Bu degani undagi kuchlanish qanday bo'ladi deyiladi. Ya'ni voltmetrda ko'rsatkichi qanday o'zgaradi deydigan bo'lsak, quyidagicha demak yozamiz. U teng I ko'paytirilgan R deydigan bo'lsak, bu yerda tok kuchi necha marotaba ortgan bo'lsa, qarshilik o'shancha marotaba kamayish kuzatiladi va endi bu bittasi ortdi, masalan, tok kuchi 2 marta ortsa, qarshilik 2 marta kamayadigan bo'lsa, bu kuchlanishni o'zgartirmaydi-da. Shuning uchun kuchlanish bu yerda o'zgarmaydi deyishimiz mumkin. Demak, voltmetr avvalgidek qiymatni ko'rsatishi mumkin ekan. Demak, ampermetr ko'rsatkichi ortadi, voltmetrning ko'rsatkichi o'zgarmaydi. Demak, bu bizda B javobda berilgan. 18-misol. Quyida metal sim qarshiligining haroratga bog'liqligi bo'lgan grafigi berilgan. A nuqtaga qanday qarshilik mos keladi? Hop, juda ham yaxshi savol. E'tibor beramiz. 0 gradus haroratdagi qarshilik 0 gradus harorat, demak T1 teng 0 gradusda R0 teng 20 bo'lyapti. Agar haroratimiz T2 50 gradusga oshganda u nuqtadagi mana bu T0, bunisini T1 deylik. Shunda R1imiz 40 ohmga to'g'ri kelyapti. Endi harorat ikkinchi holatda 150 gradus Selsiy bo'lganda keyingi qarshilikni bizdan so'rayapti. Demak, bu yerda R0 bizda mavjud ekan. Shunda yozamiz. R1 teng R0 1 plus alfa T, keyin R2 teng R0 1 plus alfa T1, mana bu T2 ko'rinishda birinchidan alfani topib ikkinchisini o'rniga qo'yib yuborishimiz ham mumkin. Yo'q, unday ishlamaymiz deydigan bo'lsak, grafikdan foydalanamiz. Grafikdan foydalanish quyidagicha amalga oshiramiz. E'tibor bering. Mana bu qism, mana bu burchakni alfa deb qaraydigan bo'lsam, bu alfa, mana bu kichik uchburchak va katta uchburchak uchun ham umumiy bo'lyapti-da. Shunda kichik uchburchak uchun tangensga ta'rif beradigan bo'lsak, kichik uchburchak uchun tangensga ta'rif beradigan bo'lsak, mana bu qism 20 dan 40 gacha bo'lyapti. Demak, 20 ga to'g'ri keladi. 20 ni bo'lishimiz kerak 0 dan 50 gacha. Demak, 50. Bu 2 taqsim 5 ga teng. Endi katta uchburchak uchun tangensga ta'rif beradigan bo'lsak, katta uchburchakda 20 dan R gacha. Demak, bu R minus 20 taqsim mana bu yer 0 dan 150 gacha. Demak, 150 gacha. Tangens qiymati har ikkala holat uchun ham bir xil bo'lishi uchun 2 taqsim 5 ni va R minus 20 taqsim 150 tenglayveramiz. Shunda 5 bilan 150 qisqaradi. Bu yerda 3 qoldi. 30 qoladi. 30 kare 2, demak 60. R ni topadigan bo'lsak, 80 ohm degan javob kelib chiqadi. Bu grafik orqali ishlaganimizda, agarda grafik orqali ishlamasdan turib ham mana bu ikkala tenglama berilgan holat bo'yicha ham masalan ishlashimiz mumkin. Bunda ham to'g'ri javoblar chiqadi. Faqatgina buni hisob-kitobi ham o'ziga yarasha qiyinchilik tug'diradi, cho'zilib ketadi. Bundan ko'ra
biz grafik bilan ishlaganimiz yaxshi. Chunki qarshiligimiz temperaturaga chiziqli bog'liq bo'lyapti. Chiziqli bog'liq bo'lganda, demak burchak o'zgarmas bo'ladi.